Bugungi mavzumiz kalendar va uning tarixi mavzusi. Insonlar tug'ilgan kunini nishonlashda, uchrashuvlarda yoki biron-bir bayramlarni belgilashda albatta kalendarga murojaat qilishadi. Ya'ni siz tug'ilgan kuningizni nishonlamoqchi bo'lsangiz ham kalendarga belgilab qo'yasiz. Yoki muhim biron-bir bayram bo'lsa, 8-dekabr, yani yil bayrami, mustaqillik bayrami bo'lsa, uni ham e'tibor qilsangiz kalendarga belgilab qo'yiladi. O'shanga qarab kundalik yumushlarni, ishlarni bajarasiz. Kalendarga belgilanmaydigan fasllar ham bo'ladi. Masalan, misol uchun siz ko'pincha belgilamaymiz aniq kunni. Yozga meva-cheva pishadi, demak yoz issiq kunlar. Qishga esa sovuq bo'ladi. O'zgaran sovuq qor, u demak bu qishki faslda bo'ladi. Aynan qaysi kunligi belgilanmasa ham, odatda kundalik hayotimiz bo'yicha belgilanmasa ham, lekin demak o'sha fasllarda mana shunday bo'ladi. Demak, kalendar so'zini yana bir marta boshqacha aytadigan bo'lsak, bu taqvim so'zi bilan barobardir. Ya'ni biz o'zbek tilimiz boyligini hisobga olsak, e'tiborchilar ota so'zini dada ham deyishimiz mumkin, ada deyishimiz mumkin. Ona so'zini esa oyi, aya kabi so'zlar bilan, lekin mana shu so'zlar bir xil ma'noda ishlatiladi. Taqvim so'zi ham bu kalendar so'zining sinonimi hisoblanadi. Kalendar so'zi esa bu lotincha so'zdan olingan bo'lib, qarz daftari degan ma'noni bildiradi. Nima uchun aynan qarz daftari deb aytilganiga sabab, misol uchun siz do'konga borib biron narsani qarzga olingan bo'lsangiz, o'sha qaysi kungacha topshirishingiz kerak yoziladi yoki kutubxonaga borib badiiy kitob olsangiz, qaysi kungacha topshirishingiz kerak, shuni belgilab qo'yiladi. Misol uchun bugun 3-oktyabrga siz badiiy kitob oldingiz, o'tgan kunlar Abdulla Qodiriyning asarini oldingiz, uni 10 kundan keyin, ya'ni 12-oktyabrga yoki 13-oktyabrga topshirishingiz kerak. Ana shunday qilib belgiladi. Qadimgi zamonda ham boylar dehqonlarga pul beradi. Bahor vaqti ekin-tekin qiladi, narsalarni ekadi, kuzga kelib o'sha ekin-tekinni yig'ishtirib olib, o'sha yig'imdan keyin foydasi bilan o'sha boyga qolgan qarzini qaytaradi. Ana shu jihatdan kalendar qarz daftari sifatida ma'nosida ishlatilgan. Kalendarni vatani sifatida Misr davlatini e'tirof etishadi. Bunga sabab qadimgi davrlarda Nil daryosi mavjud, bilasizlar, Misrda. Nil daryosida toshqin har zaman bir yilda bir marta aylanib, o'sha quruqlikka ko'tarilib ketgan, odamlarning uyini bosgan, toshqin bo'lgan. Ana shu jihatdan odamlar hisoblab ko'rgan. Bir yilda bir marta har doim shunday bo'lavergandan keyin odamlar Nil daryosi qachon toshishini aniq bilib, o'shanga qarab ehtiyot choralarini ko'rishgan. Nil daryosidagi toshqin kalendarda yaratilishiga sabab bo'ldi. Demak, kalendarni vatani Misr deb yozib qo'yamiz. Bu kalendarni boshqacha nom bilan quyosh kalendari ham deb atashadi. Ya'ni Misr kalendarini quyosh kalendari ham deb atashadi. Lekin u anchagina xatoliklari bor edi. Keyinchalik esa qadimgi Mesopotamiyada 360 kunni teng 12 oyga bo'lishgan hamda 7 haftani 7 kunini hisoblab yozishgan. Bu oy kalendari deb ataladi. Oy kalendari ham xato edi. 5 kun ortib qolar edi. Shu 5 kun ortib qolsa ham qolgan 5 kunni bayram sifatida o'tadi. Ya'ni 360 ni teng bo'lib taqsimlashgandan keyin e'tibor qilsanglar, bir yilga 365 kun, 366 kun bo'ladi. O'sha kunlarni 5 kun ortib qolgani uchun bayram sifatida o'tkazib yuborishgan. Demak, oy kalendari Mesopotamiya davlatiga tegishli 360 kunni 12 oyga bo'lash, haftani 7 kunlik qilib hisoblash, bu Mesopotamiyaga paydo bo'lgan degan so'zlarni yozib qo'yamiz. Yuliy Sezar ham kalendarni yaratgan, ya'ni Yuliy kalendar deb atashadi buni. Yuliy kalendarida u o'zining tarixiy shaxslari nomini berib atgan. Masalan, avgust oyini bilasizlar, iyulda bular tarixiy shaxslar bo'lib, o'sha oyma-oy qo'yib o'sha kalendarni yaratadi. Lekin u ham mavjud kamchiliklarga ega. Hozirgi kunda o'rta asrlardan boshlab Grigoriy kalendari o'rta asrlardan boshlab butun dunyoga iste'molga kira boshlagan. Bu kalendardan O'zbekiston ham keng foydalanadi. Demak, O'zbekiston foydalanayotgan kalendar bu Grigoriy kalendari hisoblanadi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Endi esa mavzulardan savol-javobga o'tamiz. Kalendarning vatani qayer? Javob: Misr. Quyosh kalendari deb ham qaysi davlat kalendarini aytishadi? Javob: Misr davlati kalendari. Oy kalendari deb qaysi davlat kalendarini aytishadi? Javob: qadimgi Mesopotamiya kalendari. 360 kunni teng 12 oyga bo'ldash, haftani 7 kunga bo'ldashni kimlar o'ylab topgan? Mesopotamiyaliklar o'ylab topgan. Kalendar so'zining ma'nosi.
lotincha so'zdan olingan bo'lib, qalb daftarchiga ma'noni bildiradi. Hozirgi kunda amalda qaysi kalendardan foydalanishadi? Gregoriy kalendardan foydalanishadi. Kalendardagi sinonim so'z sifatida qaysi so'zni aytishimiz mumkin? Taqvim so'zini kalendar sifatida ishlatishimiz mumkin. O'zbekiston qaysi kalendardan foydalanadi? Gregoriy kalendardan foydalanadi. Kalendar yaratilishiga misrliklarga asosiy sabab nima edi? Nil daryosini qachon toshib turishini aniqlash uchun kalendar ularga zarur bo'lgan. Yana qanday kalendar haqida bilasiz? Javob: Yuliy Sezar kalendari.